Real Madrid tarkibidagi futbolchilarda ismini aytib beraman. Qaysi pozitsiyaga qo'yishni o'zingiz hal qilasiz. Hozirdaxon hozir. Buni aytaman, ko'rinyapti. Ko'rinyapti. Ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti? Xo'p. Thibaut Courtoisni qaysi pozitsiyaga qo'yasiz? Uni varotaga qo'yib yuboraylik. Kylian Mbappeni qayerga qo'yamiz? O'rtaga qo'yamiz. Federico Valverde degan o'yinchimiz bor, juda ham kuchli o'yinchi. Uni qayerga qo'yamiz? Varotaga qo'yib bo'ldi-ya. Ha. Zaxiraga qo'yib yuboraylik. Qo'yib yuboraylik. Jini boqaman. Alvaro Carreras degan o'yinchi bor. Qo'shiq esimga tushib ketdi. Buni qo'yishimiz shart emas. Bo'ldi. Qo'ymay qo'yaveraylik. O'ynamaydi. Chota ismi yoqmadi. Carvajal degan o'yinchi bor, uni qayerga qo'yamiz? Uni o'ng qanotga qo'yamiz. Here I come. Tchouaméni degan o'yinchi bor. Eshitganmisiz shuni o'yinchini? Xitoylikmi? Uni o'ngga qarab qo'yib yuboramiz. Mana qarab ketdi. Vinicius Junior. Siz faqat xitoyliklarni aytyapsiz-da, aka. Vinicius Junior. Hujumga qo'yamiz. Yaxshi. Eder Militao. Milliy taomlar? Qanaqa milliy taom? Militao. Ha, milliy taomlarga o'xshatganda, xo'p. Uni Murabbiy qilaylikmi? ha, murabbiy bo'larsanmi? Qo'ysin degan o'yinchi. Qayerga qo'yamiz? So'rara. Uni o'chota ismi ham o'zi ham yoqmayapti. Bo'ldi. Uni vashi. Qo'ymaymiz. Ha.